Ben şöyle böyle zor. Ana bu o'tirishda bo'ldi. Endi 40 yillikka yana tayyorgarlik ko'ramizda boshqachalar o'ynaymiz yana. Xudo xolasa Saloma bo'ylab men davramizga yana qizg'inlik bo'ldi, shukuh bo'ldi. Eshitamiz Sherzod, Ozod, Hamza, Azza. Elbette sanki bırak. Sanki Hurmatli do'stlar, sirdoshlar, bir nafasda so'z navbatini o'sha yoshlikdan sinfimizda a'lochisi, aktivida har narsaga, har o'qishlarga ham boshqasiga ham Salom va Nilufar. Keling domla, keling. Qarsak bo'lsin. Shunga qo'shilamiz. Ravshanov Hamza. Qator yillar birga komanda bo'lib keling. Kechirjon. Bilmaganlaring Nilufar gapirsa orqasidan qaytar. Bir qarashchilik bu, keling Salom. Assalomu alaykum. Aziz sinfdoshlarim, aziz ustozjonlarim, hammalaring xush kelibsizlar. Bizani 1986-1996 nima uchun 86-96 birinchi sinfga kelganmiz. 1979-yilda tug'ilganmiz. Hammalaringni bugungi tadbir bilan, bugungi bayram bilan tabriklayman. Xushkelibsizlar. Hozir qarab o'tiribman Qo'shqo'rg'on ustoz Xolmurodova Hakimovga havas bilan boqayapman-da sizlarga. O'zim pedagog bo'lganim uchun men ham shuni inshaalloh shuni o'tirib o'zimni o'quvchilarim kimnidir xafa qilgandirman, kimnidir ranjitgandirman, balkim sinfdoshlarimni ham orasida bolalikda bo'ladi baribir kimnidir xafa qilgandirman, ranjitgandirman. Fursatdan foydalanib uzrimni so'rayman. Hammalaring Didor g'animat deydi-ku. Amroyev Jo'rabekdan xursandman. O'g'il bolalardan xursandman. Shunaqangi aktiv gruppada faol bo'lmasam ham, aktiv bo'lmasam ham, har necha vaqt o'tkirsam ham ko'raman, har oyda o'tiradi. Tashkillashtiradi. Lekin qizlar balkim passivdir, baribir uy-ro'zg'or, turmush degan narsa bor. Borlaringga shukr. Xursand bo'ldim. Bunaqa o'tirishlarni hali ko'p tashkillashtirishlarini xohlayman. Hozir Qo'shqo'rg'onga aytib o'tirdim. Har yili tashkillashtiryapti bular. Qanday yaxshi, sizni boshqa vyupusklaringiz ham shundaymi deb so'radim. Ko'z tegmasin. Hammalaringga eng birinchi navbatda sog'lik tilayman. Sog'lik bo'lsa hammasi bo'lar ekan. Hammasi jamiyatda o'zini o'rnini topganda, sinf rahbarlarim, uchta sinf rahbarlarim har bittasi o'zini jamiyatda o'zini o'rni bor. O'zini mavqeiga ega. Kasal bo'lmanglar. Ustozjonlar sizlarga faqat sog'lik tilayman. Bundan keyin shu narsa faqat qadriga yetadigan bo'lib qoldi. Mana bu do'stligimiz abadiy bo'lsin. Ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Ravshan sizga. Uzoq gapirdimmi? Shunaqa uzoq gapirdim. Qo'shiq aytsam. Воды арыка бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. Возле арыка я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только улыбнись.
необыкновенные глаза. Спасибо за внимание. Ustodjon Qo'chqorova. Bittasi hofiz, bittasi suxandon, bittasi tashkilotchi. Faxrlaning. Bizada shunaqa sinfiz borligidan shunaqasini chiqarganingizdan. Menga ham shunaqa o'quvchilarim davrasida o'tirish nasib qilsin. Rahmat. Pensiya yoshiga yetib, xuddi sizlarda havas ila boqyapman hozir. Menga ham nasib. Ravshan ziyib ketdilar, uzun gapirar ekan savollarda. Endigi so'z navbati sinfdoshim Ravshanov Hamza Hayitovichga. Hastaklasın salomlar. Keling. Vot, mana istinni gapiradi. Ko'ngilda nimasi bo'lsa, salomlar pastdan o'rban eshitmoqdan e'tibor beryapman. Shu ko'ngildagi gapini gapiraman. Молодец. Bu yerda o'tirgan hamma bolalar samimiy bolalar. Ajoyib. Men juda yaxshi ko'raman hammalaringizni. Eslarsam, kim eslaman, men eslayman. Endi o'shanda to'g'rilik davri ekan bizga. Men bilamiz, noncha salomga kelaydi. Endi bular Rossiyadan ko'chib kelgan deydi. Bilasizmi? Kelganda Dilafruz salomga kelganda bu bir bakashga olib keldi. Kim eslaydi shuni? Eslamaysiz-mi? Biz endi bu Turkiya suv ichiramiz, bakashga olib kelib hech kim ko'rmagan safar. Suv solamiz bu yoqda ichiramiz. Temir ancha bordi-ku, kranchalar. Hech kim ko'rmadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat. Salom va Abdushay, молодец. Ana shunday ko'payishaylik. Endigi so'z navbatimizda ajoyib qadrdon do'stimiz Hamzajon do'stimizga beramiz. Gapirolmayman deydi. Til bir qarish. Men o'zim gapirolmayman deydi. Bu shofyorlarga gapirganda keling gapiring. Ha, shofyorlarga gapirganda yo'qmi? Gapiring. Biz ham beramiz. Sen shuni fursat qilib. Да, обязательно. Давай. Biz bo'lsa gapiradilar. Ama monstrada gördük sen. O'sha odam pul ko'rsa, gapirin. O'zi. Amalarımız, bayramlarımızdan, kabrilerimizden Allah sağ olun. Mazdadası ben kanladım İş topta. Nasıl iş olmuş? Yaparsın, yap. Teşekkür ederim. Mayda. Kaç yer mayda? O'zingga yo'q. Ertalab turganda qichqirar qo'ralsa, qizlarni kutmoqda maktabda ustoz bordi-ku. 18 bin olam oşuqu agar boshingda turni ajab shun sarfnozim 18 yoshingdadir. Desa bo'lmaykin yana 18 yil ustida bor. 18 yoshida munchaqdakin boshingdadir. Qarsak bo'lsin. Qarsak o yo'laga sami navasi. Serios. O'shanda ham aytdik. Gapirolmaydi Hamza deydik. Gapirasam gapiray. Hazırlaşmamız rahmat sizlarga salomlar. Ravshanov, do'stim rahmat. Sog' salomat bo'laylik. Do'stlar, yana bitta so'z navbatimiz qoldi, keyin birga yana tanovul qilamiz, raqs qilamiz. Do'stimiz, qadrdonimiz Yorqinjon berdik. Keling do'stim. Yorqinjon bir ko'ngildagi ajoyib niyatlardan bildirsin do'stimiz. Hali bugun sürprizlar palankalar ko'p. Kel do'stim. Salomat bo'l. Xush kelibsiz. Hamza. Hurmatli ustozlar, qizlar. Hammangizga kelagan bayramlar bilan. Hammangiz sog' bo'linglar. Shu do'stlar davrasi bundan keyin o'sib-o'sin kamaymaylik. Shu 40 yillikka ko'payishga o'tiraylik. Hamisha yaxshi kunlarga xizmat qilaylik. Sog' bo'linglar. Agar hali bo'ylab bir gapingda Nodir bilan Dilafruz kelib qolsa, sentabr yana bir marta shuni takrorlaymiz deyapti. Xudo xohlasa, Hamzaga sabab ham bo'lmadi. Yorqinjon xush kelibsan do'stim. Nadi san gapirmaysanmi? Nazar Namijon do'stim, keling. Gapirding. Gapirdingmi? Gapirdingmi? Ha, böyle. Hozir o'ylab endi gapirdim.
Ben abla ulalı arkadaşlarım. Şezlong yapıldı. Evet, buna çok bir restoran kuruluyor musun? Çok ona göre. Yok kuruluyor musun? O kuruluyor. Kamera şey buna, mangi bilmesin ama devam etsin. Öğrenciyim, ne kurulup geliyorsun? Bir tek yapın. Bilinmay eng aktivlari ana shu bittasi bo'ladi. Bilasizlar bo'ldi. Qonuniy hamma vaqt shu yonimizda nima xizmat bo'lsa do'stim, ajoyibligi da chiroyli ko'ylaklarni yaptilaring bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Yurtdoshlar, yuruvdik. Har kunimizda yuraylik, yuraylik. Hech vaqt yomon kunlar ko'rmaylik. Ustozlarimga katta rahmat. Ruh yandılar. Selamatullah. Her gün söylüyorum. 350, 342. Her yeleğini bir yol götürüyoruz. Agar şunu patvirlab saat takarsak çoğalamaz. Rahmat dostum. Kelsa. Yoshlikda şiir bordi. Yorqin, Nurali, Ural san yana kim? Nurobimizni Yorqin esa hamma davramiz davom etadi bolalar, marhamat. To'yga ishga oldi. Şevket. Telefon bir iPad taşıp koyuyor. Al. O mandan top koyuyor. Fakat tavuk yürüyenden bir koyuyor zaten. Zıplasamıyor mu? Qaysi Sherali jimjimador yozaydi, pocheti juda chiroyli. Yo'q, Azlaşamam. Domlamız şuna yaxshi ko'yladikda. Boshqoraman. Sen domla ko'p bo'ladi sizniki. Kim oladi? Yangi edida. Eslaysizlarmi? Ha, ko'p bo'lgan. 4-5 bo'lgansa. Dechotda Chaqaqurdiga borgansiz. Aminjon kichkina. Dechotda chaqira bo'lgan. O'sha avgustda ahamiz o'qillar edi. 15 ta bola borgan qizil o'g'il. Bittasida qo'g'irchoqcha qo'li yo'q. Bittasida qo'lda yasalgan beshikcha. Gazda nabor planga bo'ladigan. Bittasida shoyi belboq baylab mana bir tutilgan edi. Bittasida dadasini kuylagi, erkak kuylak. Yo'qasi kir. U ham nabor planga o'rab kelgan. Ruh padarga ko'zrasam, bir karobka ko'pdi. Ochib qarasam, hammasini shunaqada. Bittasida ikkita pero. 11 pero. Bunda yaxshilab to'rt varaq nimaga urilgan. Navbat qolgan. Teginaki o'sha. Ochyapman. Oxirida butundagina bo'lib ikkita pero chiqsa bo'ladi. Shular o'ylab o'tiramanda o'sha shoyi bilbo hali ham bor edi. Abdulshod endi ancha yoshga kirdi. O'sha bilboqlarni olib yuvdim, o'qitlarim olib qo'ydim. 5 ta moshincha tushgan. Kamas chamuncha. Birovni kapoti yo'q, birovni baloni yo'q, birovni qisqaladi nima deydi? O'zlari o'ynagan narsalar bor-ku. Shunga aytgan. Endi shunisi qiziq, bir yaxshi narsaki, o'zi o'ynagan narsadan shuni ravo ko'rib aytgan. Shunisi qilsa bo'lganman. Yangi narsa kerak emas edi. O'zlari o'ynab qolganda, "Ani ukasan o'yna" deb aytgan, biroq xursand bo'lib o'shanda ekan. Zargo'sha o'ynayapsiz degan. Ha, bizga o'sha. Men o'sha dada ishdan kelib ko'rsatlar bilan keldilar. Ungacha baqam Aminjon, nimani chaqchaqlaymasmi? Erkagani chaqchaqani. Dada, ularni kuchlari keldi. Nima
Gittim öz daradım. Abette keldiler. Onu azat kıbılım. Güç yok da kaçka okudular. Ha, bırak gütür çalıştım ne karaydı da. Bunu koylu yok. Bugün namazı yok. Ama kızım. O da sen namazı koşup gitti. Yani evi, hoşuna kıymadım yok oğlum. Şuna yürekten, o da özü seyirgen, narzanı bir etken zaman gördüm. Siz benim arkada kapısın, ha, özü haccamla okuyun. Şimdi kübler falan, yani böyle küçük bakıp, şehirde çıkıp ısıttırıp da kutlular. Narzanı okuyun falan ki bu. Kız bana sınıf şuna gitti. Onu katlara udaptı bir yanada. Ben, ne var tonki ırap, nima Filipin'e koçulmaya kadar. Tug'ilgan kunim Shunga, a o'shanda shunaqa bo'luvdi da. Hech aytganim yo'q edim. Matnda yurakda o'zini o'yinchog'ini bergan balla bo'ladi. Bolani qiziqmasa endi. Bu işte gözüküyor. Ama en büyük olmayı bu. Ana havuzun sağ mı? Sağ mı? tug'ilgan kunim bo'lyapti-da mana. Bu kelgan, bu böyle bir atrofda kim bo'lsa kelgan, bunda kim to'sib kelgan, hamsa onasiga Sheral bilan xabarga bergan. Xabar to'plagan. Nima olasan degan. Evet, shamni sovuq qo'yib hamchi menga qad bor dedik, ata sovuq bo'ladi. Böyle yolunu çekin aslında. Mamlakat Türk sitkeçe bu. Nasıl şey? Bu sitke soğuk. Bu sitke. Normal buna giren çıkın. Ha, bro, çık. Cüren ki buraya kedine ya. Konuşumuz ki yan başlar. Götürümüz Hamza kiloptu. Şuna okuyacağım var ya, o mayda. Anladım ben. Yani mamamın şunda ki dur sürük anam sitke anam peson okuyor. Her ürtesi palasa çağırıyor sitke. Gör sitke keson okuyor. Ama cürünün tavrı mı konuştular? Hatta tüyler ihtimalle kısemaz kayın. Arka kadar onu ünlü hamim mekan var. Çabuk olma. Gülbaharı bu payı etim değil. Aklımızda mı değerli? Akto aşurundan isteyim ben doğrularım. Saçlarını koyuyorum. Ya anoniydi ha. Basın şuraya. Ha. Kur'an yürekli de. İsteyim ben doğrularım. Şanmalar size. Durup şehirlerin izniyle doğrularım. Bobçadan keyin nima Hadi. Hadi. İki katkılı oldu makta olsun. Kim? Yangi Urus bu arada. Ha bitti o kadar. Bir dodan. Bizzat yine böyle bir miskeçe arka komasını sıkıntı. Staloyun işçisi taşları çıkan hayvanlar. Buna koyuyorlar da. O karatça. Kanzar gözü astıracağım. Oğuz kinam. 300 saat kalamsa. Gubur cügü başladı. Yok kaçıyoruz. Ne oldu yine biz orada klip var. İçindeyiz. Ne geçeceğiz? İçindeyiz. Pansat kazı kursu. Çiğez. Unit dansesi bu arada. Savun burada. Kimse? Yerden verelim. Savun değişti yine. Götürmek yaptım. Sizde yapıyorum. Sizde yapıyorum ben. Savun veriyorum ben sizge. Nine beyden faydalı sürtülgen nonlu olaydınız. Nereden vereydiniz bunu? Sizden olaydı. Bana kadar olaydı. Doğrulardı ki dadası. Dadası, ay tamam. Rayıklı mesela iki uçta geldi. Hadi içkiyi Yanlışım, adaşmasam may oydu da domlu. Şuna taşları gel, labzabı gel, zabırlar görmüyorsunuz. Bugüne, bize yoş gör, vişne uçuyorlarımız da. Vişne uçuyorlar. Hamza Hamza anca labço sapsapayım. Gülmüyor abi, gülmüyor
Gülüram. Ama Rogarma sılaptan bakvatlarda. Gülüram diyor. Hangi kaç kere zat kelam olmuyor. Kaç kere zat kelam olmuyor. Yok tek tek o. Yani Gülüram bakvazay. Beşorayı nasıl zayıflaydı yani. Kalon nono mukan. Tabii durumda seytandırmayı pazanağımıza. Kalon zürn onu mesela. Hamti böyle bir kere külçe çekerim medinden onu hamti akran hamti no namon işte problem ne? Bu da aynı tutan öte paylaşım nomu. Bak birkaç şey daha o surkalanı kamaz ona samasık var. Maşum mana bakalım. Hamza haftan ağrıyor. Ama kıma biliyor musun? Rast olsa internetke çıkarırlar. Ama kamaz olmadan istokta hem vakti bırakıyor. Ben şimdi patron olduğunu anladım. Vakti tespiteyim bana benim. Ama haydunun mayka şakati. Zing buramdan. Haftan kamaz çizdirgip çok kalpte yakşı görsün dönüldür akona var. Bu koyda işte. Hazır rasyonun bir kamaz belirlen yok. Daha var ya. Dün kamazlar oldu. Kamaz sözü mü yoftadı? Ne olur ama akşam mı yoftadı? Hamdanın isine koy zürü bana çok işti. Bir parça kızıl benim pul bu adamı. Kızıl. Bir parça bir isime yan götürdü. Ne bileyim ben? Öyle ne bileyim bir şey yaptı. Abi yoş mu? Canım çoruyorsun da sevsin mi? Sevsin. Lager raftan orada volta da lager pul. Sınav. Karolçi şumur ya düşse çok kan şişte şumur tersi oldu da vurdu. Oldu da kızıktı. İki tanesine yetip kayradı kömdük. Kömdük bir hazır. Bu ayette agar dağdan bölsem de man terim şurada ama kimyamın katı böyledir burası. Manam da lan şunu. Böyle katı sömün oluyor, yigirma sömünü. Bir de şu 5. maylı, 3. maylı lager vakti geldi onları. Kultürleşmek. Buluyor benim. Öbür 15 gün bize Karadeniz'de yaşadı. Hatta kinamız dekoratör olan magazin çekerken kimkiyeti. Hiç kinamı kadar. Ağolten, semişki ağolten. Böyle dozda sürüşen okuyordu. Kaç sürüşen kum kere, hiç sürme. Yak hafta motor. Uyulanlara ışınım inman ağla kere. Raftıman bir sürü düzdüm var. O bir sürü mut ki. Neyi pul düşün mü? Ya, pul kanı. Tuduzda götürmüyor. Garzana bir tarafı. Tuduzda götürmüyor. Bu nasıl değil bu? Yakşı, marka tuzman. Dikkati yak kim yakovayım buna. Dasım, karıştı lager batıyorlar kere. Dakil olayım. Bayram bir de bak tangı değil. Bayram da taraf değil. Akı kamera bir şey. Ne? Akı bak kamasya murdaki. Buradaya. Bak. Yani bak. Das tüple kere lager laftı. Tamam bak. Ana tanımlı. Morot amur. Boruzlu bir laftaki lagerda. Bir laftaki de anam kadar boruna dahi dolamadı. Anam kadar karış kalon değil. Hamsırı çökersin anamına zahmet ama hiç verlemek istemiyorum. Kız kulturla graftayım. Man barabançıydı medalma. Ama ki harcımı pakol bekleyeyim. Bir iş bak diyor o diyor buz var. Man dap güzel hop para. Ahmet 50 girlik lager bordu. Kamalak. Zimge tarafı yediniz oğlum. Bir yolda. Kamalak. Bir saksatta yetim. Yani başa torlak ikide. Kidam o kursuyla gülüyor. Man koşmasan böyle. Tal bombalar yağmur yoş gibi bize. Anamın törtücüke koşup gitti. Boy maçıyla azok gibi mi diyor. Törtücüke anamla sakla. Facebook'taki mehrimde hoş geldin. Ha, mehri bulan. Saklagan da moşun Yerim 20 ta küylak ki yavrum. O ısır. Assalamu aleyküm degen. Salam yaxshimisan degen. Man Hamza haydagan tanıysın mı ya? Ha tanıyım mı degen. Ama tanıydı. Rayonda degen. Ondan ham bittasi faqat amakim puli yeydi. Ikkinchisi bilmadim. Videokom. Man degen Hamzaga haygani o'g'liman degen. Tanasa o'g'liman degan telefon qilib o'g'liman degen yurib uyga aytaman degen. Allah uyga çok kelgan.
Ana onu, şafıyor. Keyin ona brendinga yangam chiqib, ha, aytganlar. Chipak restorandagi chuta yutib. Ya dadam Kamalga qaytarib istasizlar da. Salar sen qochganing yo'q-ku. Jirali. Ularga qiziqib mana qo'ydi. Salar keldi, salar. Abiyam tualetni biqinda Bunday bular qochgandan keyin namoshon bo'lim qalqonni bachalasak bizani urmoqchi bo'lib biza ko'pchilik edi. Bular men tashlab qochib, bir o'zimman. Keskantaga birlikda bolalar bor, ular qo'shilmadi. Shunday urdim ani. Ana bu payda salarga domla ana o. Sen salarga yo'q aytding Teng salarga bechga. Shu bir kun salarga yo'q uyda o'sha qish kelgan. Ona tashqariga bizani zamir tomonda bundan keladi, bundan ketadi. Siz buni hayotimiz tugaganda edi. Alloh xudomatli bo'lmoq uyni. O'sha yerga ondan tashqari o'sha arqa tarafda eshik bor, mollarga qarab yo'q qilsin. Juda hammasi shunday kelganda salonni bu yangi yaxshimi istaydi, yaxshimi degan. Bochkalashiram degan, undan tashqari nima bochka? Ha, bochkalashiram salatga tashlashim kerak degan haydagan degan. Ha, mana tashlaymiz dedi. Shuna qaragan 3 dan 4 ta bochka. 200 talikda. Ya u yo'g'ida aytding, nima degan? Eshik hay. Degan hay, kim aytdi? Hayda kelsa degan, onam 3 yoshli kichkinada uka yani ha hayda keldim yani şu hayda keldim ha hayda kelsin şu. Ya siz kilolar degan. Yo'qda. Çok güzel. Hayda gel uyumu degan. Hayda oldu, çok söyleyeyim ama. 600 litre salarken bize o yani. Bizim mazhab salarga yo'q bu amaki meni o'rgangan-ku. Sabir yo'q yerda o'shalarga. O'shalar degan yozgan qan salarga degan. Uytib berdim-ku degan. Hech qanday aytgan kelagan Gulbahor salarga olmadi degan gap. Bir ikki oy o'tgandan keyin hangam saqlaganlar onam hay bo'y degan hay. Bu yak kamzon dashmur rahmat. Hamzaga azmi son vuramadım. Ha yani görüşmüyor da. Ay da konuşuyorsun ama hamdan dudaga. Ular deganlari tutuyoruz zaten. Ha bir marta bana sana fotoğrafı bildirdi ya. Böyle ana şu bilan bunu zadası oltumaktan 7 marta yozgan jo'rabek sana görüşürüz. Bir dakika. Sen beceremedin. Ey Allah keşke bizi kıllayın. Bir kishi o'tgan zaten. Ha? Bir kishi o'tgan zaten. Bir kishi o'tgan. Sağ qo'yilmadi. Bu maqsad salat. Obam ertaga faroq salat. Endi qaytarsang bo'ladimi? Ham qaytaraman. Hey, hep benzin talep Ellik kishi jo'rajon qancha bo'ladi to'yxona? Men 25 yil. Tamom, men to'ylayman dedim-ku. Ha, ha. Mana endi Usmonga telefon qilaman. Ro'yga Shunaqa chiroyli SMS yozadi, u hayotida ona o'zi ko'rmaganda. desem bor olsun. Mana Merhamet. Hey, to'yishmam xizmat kerak ekan, chiqar to'y doktor. Ki? To'yba, alda. To'yba xizmat kerak ekan. ana unga yoshlikka jo'ramek salomlar bilan to'ylar nimadir bir yangilik olib kelish yaxshi bilasan maktabga bilasan bir nimacha olib kelaysizlar nimadir yangi to'y bilasan qo'ymi Ben tarihte montada yapıyorum. Ne yapıyorsun? Beling shu ketgan. nima Non bor. Ben shuni uzatdim. hurmatli do'stlar, sinfdoshlar, endi bir ajoyib
takliflar, sirdoshimiz Rahmatova Dilafruz mana hammamizni tabriklab 300 yillik bilan o'zimiz hisoblanib tort aytibdi-da, qarsak bo'lsin, mana shu tortni olib kelib hammamiz baham ko'ramiz. Ustini yoqing Sherzodjon. Qo'ling kameralarga. Hozir yonadi. Shoshilmang. Labi zazga olibki. Yondi. Labi zazga olibki. Marazm deb qo'yganman. Zazgalga qo'ymasin. Qarsaklarlar videoga olinglar. Mana bu Dilafruz yuraman. Qimirlatmang. Ay, man borman. Bizlar rasmga-ku. Rasm chiqyapti, biletka. Ana Dilafruz. Mana. Domlalarga. Mana domlalar. Молодец. Videoga qo'yinglar, qarsaklar. Qarsak bo'lsin, qarsaklar. Молодец, beyler. Bu Dilafruz'u soktu.
sinfdoshlaring sinfdoshlarini qo'yasan, bojalarni qo'ymaysan. Bojalar yo'q deb edi. Hafta boja bo'lishi mumkin. Vallahi o'tiramiz. Hozir bitta narsani sinab ko'ramiz dedik, salomlar bilan. Qani shu pamitim ketyaptimi yo'qmi sinab ko'rib beraman sizlarga. O'zim uchun bir ko'rayaplar. Salomlar qani. Bilsin qani hammani po familiyo aytmoqchi, ha? Qarsak bo'lsin-da endi. Men qarayman. Jurnal boshdan aytaman. Berdiyeva muhabbat. Birinchi. A'da yo'q edi. Berdiyeva muhabbat, Berdiyev Yorqin, Berdiyeva Nilufar. Kimni eslolmasam aytasizlar. Usmonov Zarbek, To'yerova Dilafruz, Ismatova Oysha, Nazarov Nabi, Hakimov Dilshod, Ravshanov Hamza, Fayziyev Sherali, Hamroyev Jo'rabek, Hamroyeva Muqaddas, Hakimov aytdimmi? Murodov Sherzod, Ostonayev Akmal, Salomova Nilufar, Muhammadiyev Bahodir, Muhammadiyeva Marg'uba, Nuriddinov Nurali, Zoirova Dilbar, Urinova Oygul, Urinov Yoqub, Parmonova Nargiza, Parmonova Dildora, Ravshanov aytdim, Nafasova Lobar, Aslanayevni aytdim, Shodmonov Ozod, Norqulov Ural, Ravshanovni aytdim, Shodmonovni aytdim, Yo'qni aytdim-ku. Urinov ham aytdim. Nazar aytdim, Urinov yo'q. Fayziyev Sheralini aytdim. Oy Qudrat Nodir. Rahmat qilib. bitta edi. Bu qancha? Yo'q. Urinova Oygul aytdimmi? Yana bitta. Hamroyev Muqaddaslar, Hamroyev Jo'rabek. Sherzodni aytdim-ku, Murodov Sherzod. Oysha, aytaman qarsak bo'lasizlar. Jurnalni boshini ayting, oxiri kim edi? Salomova Nilufar. Aytdim-ku. Jurnalni oxiri kim edi? Yana bitta bu. Men bilaman lekin. Oxirini ayt, jurnalni tamom. Hamma aytdim. Yo'q, aytmadim. Bu yerda sana aytdimmi? Aytdim-ku. 3 marta aytdim. O'shaning o'shalar aytdim. O'shani ham aytdim. Farmonga ikkovim aytdim. Hasan, ikki. Kechirim so'rayman Hasan. Voy, Hasan. Xotiram ketmagan ekan. Hamma ko'rdi. Ve zır, malı anşlı fotoğrafı 100'den 3'e yapıyor manzarada. Malı zır diyor. Zır. Yanına böyle buranıma yangilikler, buranıza geliyor ya. Bunga yillar aytdim. Ke. Ya lan ben. Oy kullanay. Oy kırıyor bir öyküşünü bilemem değil mi? Ölüş. 28 Mart'ta bilemem. Artık buna yoksa yapım yapar. 5. dekabr yarakin. Zarbi 5. dekabr. Murodov. Hamur Buna en katta kim aramızda? Bu 13. Hamza Döşök. Döşök. 28'dan boşa. Oygul Yok, sen doşan şeyin yoşkata muhabbatıdır. Lekin, yok bana özümüzden ölünçü anladımsan. Oygul 78. Dilshod katta. Kim Muqaddas? Muqaddasdan Yok. 78. Yo'q, 78 emas. Yok, bu 78 emas. Bu 78.
O samasın hangisi? Zaten hiç çıkıyor mu? Abi burada söyle ki, gör. Ha? En küçük zarfik mi? Ha, Cura Bey. En küçük zarfik çok rahat çıkıyor. Zarfik mi? Valla, davaysa top kisaylık. Ha, dostlarımız da top kürson. Rasm bir joyini rasm chiqadi. Onu yok bana bak. Şey görme. Kesip vereceğiz, ulan veremiyoruz, böyle şu yarın şuraya kesip. Beş lira mı? Ha böyle bir şey böyle. O zaman top kisaylık. İşte o tuşağımız, rasım tuşağımız, montajını böyle sana dostum. Ha, ana sen dostu. Hala. Sandoshimiz Dilafruz xonni bir ajoyib tabriklamoqchi, minnatdorchilik bildirganimiz uchun Liviyaga marhamat so'znoma salom yo'lladik. Ikkita sinfdoshimiz, bilasizlar, chegara ortida Rossiyada Qudratov Nodir bilan Rahmat va Dilafruz. Ikkovlarimga воздушный привет. Mana shu 30 yillik tadbirimizdan sizlarga ikkovlaringga воздушный привет. Rahmat va Dilafruz hamisha mana shu gullarday chiroyli bo'lib, ochilib, sochilib yurgan. Har doim ham o'sha qanday bolalikda qanday bo'lsan, o'shanday xushchaqchaqsan. Gruppada ham eng faolsan. Hozir sinfdoshlar hammasi aytib o'tdi. Birinchi nomer birinchida Rahmat va Dilafruz, keyin Berdiva Nilufar qizlardan eng faol. Men passiv, eng passivman. Ana shunday chiroyli gullarday ochilib, sochilib yurgan. Go'zallik seni tark etmasin. Qudratov Nodirga alohida привет. Спасибо за торт, за организаторство. O'sha uzoqda turib bizlarni podдержка qilganlaring uchun alohida sizlarga rahmat. Doimiy svязda bo'lib turibsizlar. Kuzatib turibsizlar. Aktiv bo'laylik, faollashaylik. Passiv bo'lmaylik. Passiv bo'lmaylik. Menga o'xshab, meniki uzrli. Men uzrli gruppalarim ko'p mana. Har doim faol bo'laman. Yana bir bor hammalaringni tabriklayman bayram bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Saygısın. Hamza'nın kulüplerine hoşu güldü. Malades. Gül konuşuyor. Dostlar omudan bana bir Ozodjon, Jo'rabekjon, Dilshod, Yorqin, Ular, Gulkir, Zarbek, Nabi, Sherzod hamda mana qo'shildim shularga. Hammamiz nomimizdan Hamzaga sovg'amiz bor. Jo'rabek sovg'ani oladilar. Sovg'ani katta kishi demaydi. Mana Sherzod aytib ha bu aytib do'stim. Bir Hamzaga sovg'amiz bor. Hamzalar bilan Hamzaning sovg'asi. Rahmat jo'rajon. Salom ol, sovg'ani oladilar do'stim. Oldigan. Ol, sovg'ani oladilar. Rahmat. Salom bo'ladi. Buni hech kim yo'q vaqtcha boshlasın. Hayır, sağ olun.